Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, bu King Fire kanali va biz bugungi videoda meni akkauntimda obzor qilamiz. Buni ko'pchiliklar so'radilaring, bilgan sizlarga nimasi qiziq. Lekin sizlarga videoni boshdan aytib qo'yamanki, akkaunt sizlar o'ylaganday qiziq akkaunt emas va akkaunt egasining o'yin mahoratiga nisbatan botroq. Men akkaunt sizlar kutganday bo'ladi deya olmayman, lekin sizlarga shuni ayta olamanki, birgalikda ajoyib vaqt o'tkazamiz. Demak, ko'p cho'zib o'tirmayman, men videoni boshladim. Profilimni ko'ramiz. Profilim urovenim 69 bo'lishiga ikkitalik qoldi. Like'im 10,000 tadan baland. Men uncha like e'tibor bermaganman. Propusklarim unaqa old akkauntim emas. Ochib qo'yilib, ikkita propuskda o'ynalmagan akkaunt вообще-то. 8 ta propusk olingan. Prime'im o'tamiz. Prime X. Prime'ni ko'rib hozir ko'pchiliklar kommentariyaga kirib olib desalaring kerak, lekin menga farqi yo'q. Men uncha o'yinga pul tiqishga qiziqmaganman. 2,5 ta almas donat qilsam Prime to'r bo'ladi ekan. Davay skladga o'tamiz. Skladda 79 ta naborim bor. Hattasini ko'rsatib o'tayman. Bunaqa donaterskiy naborlarim yo'q bo'ladi. Hammasi oddiy bepul berilgan naborlar. Bu yerda mana bu Joker bor. Hozir bu Jokerni ko'rib ko'pchiliklar kamida 5,000 ta yoki 2,000 ta almaz olgan desalaring kerak. Lekin bu bepulga tushgan. To'rtta emotsiya bor. Emotsiya, sersa, va birinchi bo'lib donat qo'ygan emotsiya mana shu bo'ladi bolalar. Rosa xursand bo'lgandim birinchi tushirganimda. Dastajeniyaning emotsiyasini olganman. Bu ikkinchi bo'lib donat qo'ygan emotsiya mana shu. Bunchilik Pauk bilan kollaboratsiya qilgan payt bepul bergandi. Buni oldusga ishlab bo'lsa kerak. Mana buni bir vaqtlar 100 ta almazdan qilsa bergan. Bunga ham 2 yil bo'ldi. Bu ham olduski. Bu ham bepul berilgan. 7 yillik Free Fire 7 yillik yubileyida bu bepulga berilgan. Hem donaterskiy, bu jackpotdan olganman, buni bepul beraman. Animatsiya, bunaqa effektlarim menda yo'q. Движенияларым ham yo'q. Kolleksiyalar bo'lsa, kolleksiyalarim hammasi oddiy. Profillarga o'tamiz. Profil Orion bilan endigina Free Fire'ga Orion kelgan payt mana shu profil berilgandi. Bu Free Fire 7 yilligida berilgan profil. Free Fire'da birinchi marta qiz topgan paytim olganman buni. Mana bu bor, mana buni bilmayman. Akkauntimga kirganimdan beri shu narsa bor, lekin hayotimda buni ishlatishni ham bilmaganman. Bilgan old o'yinchilar bo'lsa buni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Arujalarni ko'rib o'tamiz. Xo'p, endi gildiyani obzor qilamiz. Gildiya ham 5 levelga chiqibdi. Demak, adminlar yaxshi qarayapti ekan. Men uncha Free Fire'ga kirmayman, uncha gildiyaga ham qaramayman. 3 ta ofitserlar bor, uchrasi qaraydi. Ular mana shu 3 adminlarim qarayapti. Yaxshi, malades. Va bular qolgan o'yinchilar. Ha, qarorchi anchadan beri kirmagan o'yinchilar bor. Mana shularni ularni tashab, o'yinga sizlarga qo'shaman.
Da bolalar, bugungi akkaunt obzor videosi o'z yakuniga yetdi. Agarda sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bunaqa videolarda emas-ku, ko'pincha Free Fire yangiliklar videosini chiqaryapman. Keyingi videoda Free Fire haqidagi cheatlarni ko'rib o'tamiz. Agarda shu videodan keyin 2000 ta obunachi yig'sak, va albatta kommentariyaga IDlaringizni yozib qoldiringlar, chunki 300 tagini almazim bor ekan. Baribir menga kerak emas, bironta ID egasiga shu 300 ta almazga nimadir sovg'a qilib beraman. Shuning uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va IDingizni yozib qoldiring. Sizlar bilan King Fire kanali bo'ldi.